Bunaqa narxga avtomat korobka Spark topish juda ham qiyin. Qarang, mashina tayyor holatda, yaxshigina pul sarflangan, anchagina navrotlari bor mashina. Spark mashinasi 2010-yil 4 ta mягкий balonlar taqilgan, diskalar taqilgan, oldin faralari midnight qilingan. Mashinamizning kuzov qismi juda ham yaxshi holatda turibdi. Har joyda chaqa-chuqalar bor, o'zlari uchun tekshirib olasizlar, lekin unaqa strashni udar bo'lmagan. Mashinani egalari o'zlari uchun tayyor holatga keltirganlar. Orqaga stop, pisovchilar taqilgan, pastida yubkalar taqilgan, spoilerlar o'rnatilgan. Eng muhim jihatlardan biri tonirovkasi ham bor. 6 oygacha ruxsati ham bor. Mashinaning ichkari qismiga qarang, juda ham qulay va shinam holatda tayyorlangan. Salon qismida juda ham ko'p navrotlari bor. Obshivkalari yaxshi holatda, kolonka uchun joy qilib qo'yishgan. 3-pozitsiya, merch deflektorlar qo'yishgan, propan gaz baloni ham bor. Mashinada Malibu 1 rul qo'yishgan. Bu elektronli bo'ladi. Juda ham yumshoq. Avtomat korobka aytib o'tganimizdek, chiqolni, polikni yaxshisidan qilib qo'yishgan. Bu yerda video registratori bor, Magicar portlari bor. Mashinani yurgani 185 mingta yurgan. Ko'rishingiz mumkin. Konditsioner ishlaydi. Xullas mashinaga deyarli xarajat umuman yo'q. Mazza qilib olish kerak, minish kerak, xolos. Propan gaz balonlari bor. Aytib o'tganimizdek, eshiklari va qolgan joylari shuncha ham qilib qo'yishgan. Mashinamiz narxi qiziqmi? $4900 deyaptilar egalari. Mashinani keling, ko'ring, haydab ko'ring, ustingizga ko'rsating. Xullas mashina tayyor holatda. Olish kerak, faqat minish kerak, xolos. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Kelib ko'rsangiz yana kelishtirib ham beradilar.